Assalomu alaykum web dasturlash ishqibozlari. Bugungi darsimiz ro'yxatlar. Demak, darsimizni bugun tartiblangan ro'yxat, tartiblanmagan ro'yxat, ichma-ich ro'yxatlarni ko'rib chiqamiz va shu bilan birga amaliyot ham bajaramiz. Tartiblanmagan ro'yxat UL bilan, ya'ni HTML ro'yxatlar ikki turga bo'linadi: tartibli ordered va tartibsiz unordered. Belgilari nuqta, kvadrat yoki boshqa belgilar bo'lishi mumkin bo'lgan, demak, ro'yxat va tartiblanmagan ro'yxat. Mana misol uchun UL bilan o'rab olamiz oldin va har bitta qatori, har bitta ro'yxatni qatorini demak liga o'raymiz. Li olma, li banana, li apelsin. Natija xuddi mana bu ko'rinishda bo'ladi. Oldiga qo'yiladigan belgilarni o'zgartirishimiz mumkin. Demak, asosan 3 turli belgisi bor. Disk, ya'ni standart nuqta, circle doira, square kvadrat, non hech qanday belgisiz ro'yxat ko'rishimiz ham mumkin ekan. Navbatdagi esa tartiblangan ro'yxat OL bilan o'raladi. Demak, elementlar raqam bilan tartiblanadi. Sintaksi demak OL bilan boshlab OL bilan tugatiladi, ya'ni OL ga o'rab olamiz. Har bitta ro'yxat qatorini li ga o'raymiz. Li olma, li banana, li apelsin. Demak, natija mana ko'rib turganingizdek bo'ladi. Keyingisi ichma-ich ro'yxat. Ro'yxat ichida yana ro'yxat bo'lishi mumkin. Va bu sintaksi demak umumiy UL ga o'raladi. Demak, li mevalar, uning ichida yana yangi ro'yxat ochildi ekan. Bu yana demak alohida ro'yxat bo'lib, yo'lga o'raldi. Bu yana o'sha liga o'raladi. Bu tugagandan keyin keyingi mana ro'yxat, asosiy ro'yxat davom etadi. Demak, natija mana ekan: mevalar, undan keyin olma, banan, undan keyin sabzavot kabi ko'rinishda bo'ladi ichma-ich ro'yxatimiz. Demak, amaliyotda quyidagilarni bajarishimiz kerak. Birinchi o'sha standart holatdagi oldiga nuqta qo'ygan holatdagi tartiblanmagan ro'yxat. Keyingisi kvadratcha qo'yib tartiblanmagan ro'yxat. Keyingisi tartiblangan ro'yxat. Keyingisi tartiblangan ro'yxat faqat boshlang'ich raqam 1 dan emas, balki 3 dan boshlanishi kerak. Mana birinchi natijamiz. Keyingi ro'yxatimiz men biladigan tillar. Demak, OL ichida li ko'paygich. Birinchisi o'zbek tili. Ko'radigan bo'lsak, mana bu ham chiqdi. Keyingisi endi bir ichida darsliklar. OL start barobar ichida li ko'paygandir. Demak, ona tili matematika
biologiya. Mana bu ham chiqdi demak. Standart holatdagi nuqta bilan tashkillangan ro'yxat. Demak, kvadratchalar bilan tashkillangan ro'yxat. Hop, birdan boshlab tartiblangan ro'yxat va ixtiyoriy sondan boshlab tartiblangan ro'yxatlarni mana ko'rib chiqdik. Yana bitta narsa qoldi ko'radigan. Ham aytib qo'ysak foydadan xoli bo'lmaydi. Mana misol uchun mana shu narsani biz non deb qo'ysak, bizga tartiblanmagan ro'yxatda hech qanday oldingi belgilarsiz. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. Darsimiz yoqqan bo'lsa, do'stlaringiz bilan ulashishni unutmang.